Xotin erdan qo'rqish kerak. Nima siz hech nima sizdan qo'rqishga? Qo'rqmasin, hurmat qilsin, sevsin, yaxshi ko'rsin. Bugun zikah deganda qo'lingga qo'nish kerak. Qo'nadi. O'zingni qo'ndiradi. Endi ayollar kerak-da, baribir endi hayotimizda kerak. Ayollarga erkak, erkaklarga ayol kerak. Alloh juft qilib yaratgan. Jufti yo'q, faqat Alloh. Bitta Alloh. Qul huvallohu ahadun. Alloh aytadi, qul ey Muhammad ayting, huvalloh, u Alloh ahadun, bittaman deydi. Nimada libo zo'ravonlikda, chiroyda, boylikda, bilimda Alloh bitta. Teng keladigani yo'q. Tushundingizmi? Sog' bo'linglar. Xotin erdan qo'rqish kerak. Nima siz hech nima sizdan qo'rqishga? Qo'rqmasin, hurmat qilsin, sevsin, yaxshi ko'rsin. Bugun zikah deganda qo'lingga qo'nish kerak. Qo'nadi.